Hozir men sizlarga tizmadan xuddi shunday chiroyli bantik tayyorlashni o'rgataman. Buning uchun biz xuddi shunday 1 santimetrlik eni bo'lgan kasoy tizmani oldin tikib, o'ngiga yuziga qaytarib olamiz. Va ko'rib turganingizdek, uzunligi hammada ixtiyoriy. Xuddi shunday ikkiga teng taxlab qo'yib olasiz. Pastdan ana shu bantikda osilib turgan ikkita uchlarini oldindan tayyorlab olamiz. Bu aytib o'tganimdek uzunlikka bog'liq. Men bu yerda 20 santimetr qilib belgiladim va bulavkada mahkamlab oldim. Ko'rib turganingizdek, qolgan qismlarini teng ikkiga bo'lamiz va bitta yuqoridagi bo'lagi kattaroq bo'ladi va ikkitasini o'rtasini zakrepka qilamiz. Va birinchi yuqoridagi katta bo'lagimizni o'rtasiga ikkinchi bo'lagini mahkamlab olamiz va birinchi qatirgan zakrepkani mana uni ustiga qo'yamiz. Va ko'rib turganingizdek, xuddi shunday tizmadan chiroyli bantik tayyor bo'ladi. Bu bantik aynan bolalar uchun juda ham qulay bo'ladi. Yechilib ketmasdan chiroyli turishi uchun Maryams akademiyasi tomonidan hozirgi vaqtda Maryams bolajon style kursimizga qabul ochilgan. Siz ham albatta ulgurib qoling.